Birinchi SME marketing rivojlanganga o'xshab sizni biznesingizda juda katta o'sish beradi. 8 yildan beri bozordamiz va asosan produksiyamiz, mahsulotlarimiz asosan iPhone sotamiz. O'shanda biz yiliga o'rtacha 10 ming plus mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Jamoada fikr boshqacha, sizda fikr boshqacha. Nima sabab bo'ldi o'zi audit qilishga qaror qilganingizga? Sotuvimizdan 2-3x ko'proq qilishimiz uchun endi jamoamizni ham 2-3x ko'paytirishimiz kerakmikan degan savol qiynadi. Endi 3x, 4x o'sishimiz uchun nima yana yo'llarimiz bor, nimalarni qilishimiz kerak? Ya'ni bizda diqqatni o'sish nuqtalari bor, bizni ko'rmayotgan. Misol uchun, shunday xodimlar bor, ertadan kechgacha tinmasdan ishlaydi. Ular shu kundan o'ziga 5 baho qo'yadi. Bugun men yorvordim, hamma qo'limdan kelgan ish qildim, zo'r ishladim deydi. Lekin raqamga qarasangiz, raqam unaqa emas. O'zi qanaqadir etapda biz o'zimizcha Lego qurgan bo'lamiz. U Lego nimadir bo'lib qiyshuv-qing'ir yasalgan bo'ladi. Biz o'shani zo'r ishlayotgan Legoni tasavvur qilamiz-da. Uni olib kelib mutaxassis Legoni chochib yuborib boshqatdan yig'ib bersa, aslida mana bo'lishi kerak ekan Lego. Mana endi bemalol ishlata olayotganmiz, o'yna olayotganmiz degan xulosa bo'ladi. Mana shu bizga qattiq ko'p pul yo'qotayotganimizni aniq ko'rsatib beradigan aniq instrument. Zo'r bo'lsa, kecha 50 telefonim bor ekan, nega 10 ta telefon qiling? Men qo'ldirish yorvoraman, nima 1,5 soat. Men 2x o'sh haqida so'radim, lekin hozir ko'ryapman, bu yerda 5-6x o'tsa ham bo'lar ekan. So'rovni kichkina qo'yib qo'ygan ekanman. Demak, juda ko'p tadbirkorlarni ko'rishganimda, konsultatsiyaga borganimda yoki treningga qatnashganimda ko'plab savollarga duch kelaman va buni asosiy negizida nimaga biz sotuvlarimizni bajara olmayapmiz degan savol bo'ladi. Ana endi biznes egalari, top menejerlar roplar uchun eng muhim qismiga yetib keldi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi eng mashhur bozorlardan bittasi Malikani yonidamiz. Bu yoqqa kelishimizning asosiy sabab telefon va gadjetlar savdosi bilan shug'ullanadigan bizning mijozimiz iLevel. iLevelga 2 oyga yaqin o'zimizni audit xizmatimizni ko'rsatdik. iLevel bu retail yo'nalishida xizmat ko'rsatadigan biznes hisoblanadi. Ko'pchilik audit deganda moliyaviy audit tushunar ekan, lekin biz qiladigan audit bu biznes proseslarning auditi. Sotuv bo'limi, marketing, HR qanchalik sinxron ishlayapti, bu proseslarni aynan yagacha nimalar bo'lyapti, hammasini to'liq ochib beradigan, yakunda siz o'zingiz samaradorligingiz, optimizatsiya qiladigan nuqtalaringiz va o'sish nuqtalaringizni aniq raqamlarda va xulosada ko'rsatib bergan jarayonni biz audit deb aytamiz. Bu videoda siz biz iLevelni qanaqa audit qildik, nima instrumentlarni ishlatdik va yakunda qanaqa o'sish nuqtalari topildi. Shu haqida batafsil bilib olasiz va bundan tashqari nima uchun bizneslar 2026-yilda o'z bizneslarini audit qilishlari kerak. Shu savolga ham xudo xolasa to'liq javob olasiz. Bu madaniyat bizda endi rivojlanyapti. Kim agar o'zi ishlatadigan bo'lsa, bu ham xuddi AI ga o'xshab, birinchi SME marketing rivojlanganga o'xshab sizni biznesingizda juda katta o'sish beradi. Bu shunchaki tavsiya video emas, bu case study videosi, ya'ni siz bu yerda aniq bilimlarga, texnikalarga va xulosalarga bo'lasiz. Agar siz case study videosini oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Aytgancha biz bilan tanishmaganlar diqqatiga qisqacha loyihamiz haqida tushuntirib beraman. Meni ismim Abdulboriy Abduqodirov, Basira Consulting kompaniyasi asoschisi va rahbariman. Biz asosan ikkita yo'nalishda xizmat ko'rsatamiz. Birinchi yo'nalishimiz bu business consulting. Bizneslarga SEO sifatida kirib, sotuv bo'limi atrofida HR marketing sotuv bo'limini tizimlashtirib, sotuvlarni oshishga xizmat qilamiz. Oxirgi 1 yilda 10 ga yaqin quyidagi kompaniyalarga o'zimiz xizmatlarimizni ko'rsatib kelamiz va bundan tashqari bizda Basira Academy bor. U yerda biz tadbirkorlar, top menejerlar va roplar uchun sotuv bo'limi atrofida biznes tizimlashtirish bo'yicha mentorlik qilib kelamiz. Oxirgi 2 yilda 80 ga yaqin top menejerlar va rahbarlarni bizning kursimizda o'qishdi va bundan tashqari biz bizneslar uchun 150 dan oshiq sotuvchilarni tayyorlab, ularning samaradorligini oshirish evaziga sotuvlarni oshirib kelamiz. Agar siz ham tadbirkor yoki top menejer bo'ladigan bo'lsangiz, aynan shu videoning oxirida siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Men ishonaman, aynan shu sovg'a orqali 2026-yilda sotuvlaringizni sezilarli tizimlashtirishingiz va sezilarli oshirishingiz mumkin. Agar videoni ko'rib manfaat olish va qo'shimchasiga sovg'a ega bo'lish xohlaydigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir yonimda iLevel asoschisi va rahbari Farruh aka o'tiribdilar. Farruh aka bilan 2 oy qilingan audit haqida qisqacha savol-javob qilgani keldik. Farruh aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farruh aka, hozir mavzuga kirishimizdan oldin keling bizga qisqacha iLevel haqida gapirib bersangiz, qanaqa biznes va faoliyat bilan shug'ullanasizlar? Keyin mavzuga kiramiz xolos. Xo'p, iLevel haqida gapiradigan bo'lsam, iLevelni o'zi qayerdan iLevel bo'lib paydo bo'lgan. Bizda sohamiz iPhone sotish va iPhone olib kirib, iPhone tarqatamiz, iPhone sotamiz. Shuni hisobini o'sha odamning doimiy o'zini darajasini yengillab tursin deb o'sha iLevel degan nom qo'yganmiz. Bozordagi biz qachondan beri bozordamiz? 8 yildan beri bozordamiz va asosan produksiyamiz, mahsulotlarimiz asosan iPhone sotamiz. 8 yillik faoliyatimizda biz 8 yillik faoliyatimizda taxminan 50 ming 60 ming plus telefon sotganmiz. O'shanda biz yiliga o'rtacha 10 ming plus mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Va jamoamizda hozir 2,5 plus xodim ishlaydi. Ularni bir 10 tachasi taxminan call centerda onlayn savdoda ishlaydi. Qolgani o'zi offlaynda ishlaydi va administrativ xodimlarimiz bor. Zo'r. Farruhdan auditga kirishdi. Audit kirishganimizda ko'plab xodimlar bilan suhbatda shunaqa
qaror eshitdi, bizlar sotuv reja bajarilyapti, yaxshi ketyapti hammasi. Bizga audit kerak emas degan fikrlar ham borlar. Lekin umuman olganda siz bizlar audit jalb qildik CEO sifatida. Jamoada fikr boshqacha, sizning fikr boshqacha. Nima sabab bo'ldi o'zi audit qilishga qaror qilganingizga? Eng katta sabab jamoat ona ko'payib ketayotgandek bo'lib tuyuldi menga va sotuvimiz ertaga misol uchun hozirgi sotuvimizdan 2-3x ko'proq qilishimiz uchun endi jamoamizni ham 2-3x ko'paytirishimiz kerakmikan degan savol qiynadi. Ya'ni bunda avtomatik bizda byudjet kattalashib ketadi. Shuni hisobiga qayerdadir biza nimadir yutqizamiz yoki biz noto'g'ri yo'lga ketamiz degan narsani aniqlab olishimiz uchun auditga murojaat qildik. Eng katta sabab shu bo'ldi va o'zi sotuv bo'limi va marketing qanchalik potensial bilan ishlayapti o'zi. Bor kuch bilan ishlayaptimi, balki bor kuch bilan ishlamayapti degan narsani aniqlashimiz uchun bo'ldi. Maqsad shu. Tushunarli. Demak, auditning asosiy kutuv optimizatsiya qilish hisobiga masshtablash. Ya'ni xodim sonini yoki byudjet ko'paytirib emas, jarayonni optimallashtirib, to'g'ri tizimlashtirib, to'g'rimi? Resurslarni tejagan holatda kengayishini kutgansiz. Shunaqa. Ya'ni qanaqa bo'ldi? Misol uchun deylik, shu holatimizda hech qanaqa ortiqcha xarajatsiz 2x o'sa olamizmi degan savolga birinchi savol mana shu edi o'zi. Endi 3x, 4x o'sishimiz uchun nima yana yo'llarimiz bor, nimalarni qilishimiz kerak? Ya'ni bizda diqqatda o'sish nuqtalari bor, bizni ko'rmayotgan. Shu narsani aniqlash uchun. Keling endi Xmind formatida qilingan ishlar ketma-ketlikni tushuntirib beraman. Sizlar shunda biz iLevel'da qanaqa ishlar qilganmiz, nima instrument ishlatganmiz va natijada nima o'zgarishlar bo'lgan hammasini case study formatida ko'rsatib bo'ladi. Xo'p, qanaqa so'rov bilan bizga chiqishdi? Birinchi o'rinda Farruh akada maqsad eshitdinglar 2x o'sish bo'lgan va o'sish bo'lganda ham o'sish nuqtamiz qayerda, nima qilib o'samiz? Chunki ko'rmaganlar o'sish nuqtasini, ular o'ylaganlar, men o'sishim uchun faqat xodim sonini ko'paytirishim kerakmi, byudjet ko'paytirishim kerakmi, assortiment kengaytirishim kerakmi? Yo'q, bu rasxodli o'sish. Bu o'sish qiladigan bo'lsam, tanlar ham ko'tariladi, o'sgani foydasi bo'lmaydi, chunki foydam kamayib ketadi degan kutuv bo'lgan. Shuning uchun biz audit kirganimizda har doim kutuv aniqlab olamiz va kelishib olamiz. Nima javob olib kelsa qabul qilmaysiz. Ular aytganlarki, agar menga assortiment ko'paytiringiz qabul qilmayman, filial almashtiringiz qabul qilmayman, xodim ko'paytiringiz qabul qilmayman, byudjet ko'paytiringiz qabul qilmayman deganlar. Demak biz kelishib oldik. Shu to'rtta variantlarni olib kelsak, Farruh aka qabul qilmaydilar. Biz boshqa alternativ variantlarni topishimiz kerak va bu hozirgi variantdan tashqari optimizatsiya qilish evaziga iLevel 2-3x o'stirishga yordam berish kerak edi. Va shu bo'yicha biz ishni boshladik. Xo'p, ishga kirishganda biz nimalar qildik? Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda auditda biz sotuv bo'limi, HR bo'limi, marketing bo'limini audit qilishimiz kerak edi. Shu 3 ta bo'lim uchun 40 kunga yaqin vaqt sarfladik. Sotuv bo'limi ham 2 bo'lingan edi, call center bor edi, u yerda 10 dan oshiq xodimlar bor va offline do'kon. Bular ikkitasini sotuv bo'limida olganmiz. Endi call centerda kirish qo'ng'iroqlar, Target, OLX shunga o'xshagan manbalardan lead keladi va bundan tashqari do'konda aynan call center orqali ham mijoz keladi, ko'chadan ham mijoz keladi, qayta sotuvlar ham bo'ladi. Do'kon sotuvchi bor, snapjeni bor, telefon qabul qiladigan insonlar bor. Chunki u yerda trading xizmati ham bor edi. Umumiy shu jarayonni audit qildik. Audit qilganimizda birinchi o'rinda biz 3 oylik raqamlarni tekshirishni boshladik. Ko'p xodimlar savol tug'iladi, nima audit qilyapmiz? O'tgan safar sotuv rejasi 95% bajardik, undan oldin 90% bajardik. Hozir hammasi yaxshi, har hafta majlislar qilyapmiz, task qilyapmiz degan savollar paydo bo'ldi. Va buni aniqlashtirish uchun biz nima qilamiz? Bu savolga javob qidirib ketadigan bo'lsak, biz o'tlab ketardik. Shuning uchun nima qildik? 3 oy avvaliga hamma raqamlarni analiz qilib chiqdik. Quvvat analiz qildik. Ya'ni bizda qancha sotuvchi bor edi, qancha byudjet bor edi, qancha lead bor edi, qancha vaqtimiz bor edi bo'sh. Xuddi shunaqa do'konda ham va buni asosida bizlar potensial kelib chiqdi. Va biz aniq muammolarni ko'rdik. Leadlar sifatsiz bo'lib ketayotgani, sikl uzun bo'lib ketayotgani, ssenariy bo'yicha gaplashilmayotganligi, xodimni samaradorlik vaqt kamligi, biz shu muammolarni topdik. Endi bu muammolarni topganimizdan keyin agar bunga bo'ldi mana shu muammolar bor ekan deb yechim qiladigan bo'lsak, katta ehtimollar bu yechim ishlamaydi. Sababi bu raqamlardagi muammolar edi. Bizni keyingi qilgan tadqiqotimiz bu aynan shu muammolarga mijoz ko'zidan nazar solish. Biz o'zimiz varonkalardan mijoz olib o'tib ko'rdik, do'konga mijoz yuborib ko'rdik va shu muammolarga sabab bo'ldi. Buni tekshirdik mijoz ko'zi bilan borganda mijoz registratsiya qilinmasligi, qayta aloqa qilinmasligi, viloyatdan qayta chiqmasligi, sifatsiz bo'lish sabablarini aynan mijoz ko'zi bilan varonkadan o'tgandan keyin ko'rdik. Endi bizda ikkita xulosa bor. Raqamli xulosa bor, umumiy tashqaridan ko'rganda va mijoz sifatida bu muammo nimaga bo'layotganini ko'ryapmiz. Biza shunchaki bo'ldi bu xodim samaradorlik past ekan deydigan bo'lsak, bu yechim bo'lmaydi. Mijoz ko'zini o'tganimizda varonka yana aniqlik kiritamiz. Endi 3-chi ishni nima qildik biz? Raqamni ko'rdik, mijozni ko'rdik. Endi
xodimdan o'zidan so'radik, nimaga bu muammolar bo'lyapti? Mana shu yerda biz endi menejmentdagi, tashkiliy tuzilmadagi va bundan tashqari standartlardagi tizimdagi xatolarni topishni boshladik. Qayerdadir xodimda motivatsiya yo'q, qayerdadir noto'g'ri tizim qo'yilgan, qayerdadir to'g'ri nazorat qilinmayapti, qayerdadir reja noto'g'ri bo'lganligi uchun umumiy qilingan harakatlar birlashmayapti. Misol uchun, shunday xodimlar bor, ertadan kechgacha tinmasdan ishlaydi. Ular shu kunda o'ziga 5 baho qo'yadi. Bugun men yorvordim, hamma qo'limdan kelgan ish qildim, zo'r ishladim deydi. Lekin raqamga qarasangiz, raqam unaqa emas. Sababi, agar siz qilgan mehnatingizni o'lchaydigan aniq indikator bo'lmasa, siz mehnatingizni ko'p ishlaganingiz bilan o'lchaysiz. Lekin indikator bo'ladigan bo'lsa, ko'p ishlagan bo'lsangiz ham noto'g'ri ishlaganingizni indikator ko'rsatadi. Ha, demak bu noto'g'ri xato qilma. Demak bu xato qilma, buni erta to'g'rilashim kerak ekan degan narsa bo'ladi. Tizim buni ko'rsatmasa, hamma zo'r ishlayapman, zo'r ketyapti, yorvoramiz degan fikr kelib qoladi. Shuning uchun biz 3 xil ko'z bilan holat tekshirdik. Endi bizda raqamlar bor, mijoz ko'zi bilan bor, xodim ko'zi bilan bor va shundan keyin aniq xulosani yozishni boshladik. Endi xulosa aniq bo'lish uchun biz xronometraj qildik. Xronometraj bu sotuv bo'limini ertadan kechgacha yozib o'tirdik. Kim nechida kelyapti, nechida ketyapti, obed nechida chiqyapti, qanaqa suhbat qilyapti, necha telefon qilyapti, kim YouTube ko'ryapti, kim telefon o'ynayapti. 9 dan 7 gacha xodim to kelib ketgungacha biz hamma jarayonni yozib chiqdik. Endi bu bizga jarayonda nima harakatlarimiz boyiga xatolik sabab bo'ldi, shularni aniqladik va mana shuni xulosasida biz sotuv bo'lim potensiali boricha ishlamayotganligi, rekord qo'ygan oylarimizda Farruxga ketganlardagi biz 2-3x ko'proq qila olishimiz, aynan nimalar xalaqit berayotganligi, standartli nimalar qo'yishimiz kerakligi, marketing sotuv kommunikatsiyasini to'g'irlashimiz kerakligi, umumiy nazorat panelini yaratishimiz va shundan kelib chiqqan holatda to'g'ri sotuv rejasi qo'yish modelini ishlab chiqdik. Farruxga hozir bergan savolim javobi ham kuzatuvchilik juda manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Sizda biz audit tomonidan sotuv varonkasini analiz qilganimizda lead sifatli lead sotuv edi. Auditdan keyin shu varonkalar va siz qarashlaringiz qanchalik o'zgardi? Xo'p, auditdan keyin bizda hozirgi sanab o'tgan varonkalaringizda 4 ta qadam bo'lsa, bizda hozir 8 ta qadam, ya'ni 4 ta qadam qo'shilgan bo'lsa, umumiy 8 ta qadam o'lchamimiz va o'sha qo'shilgan etaplardan juda ham muhimligi buni o'sha offline, imенно offline magazinligi juda ham kerak bo'lgan etaplari bor ekan. Oddiy misol aytadigan bo'lsam, tashrif sonini o'lchash va tashrif sonidan keyingi etaplar ham bor ekan, konversiya foizini o'lchash. Shu jihatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, ya'ni bizda 4 ta yo 5 ta bosqichimiz bo'lgan, unga yana juda ham muhim bo'lgan, yana 3 ta 4 ta bosqich qo'shilgan varonkalar kesimida. Zo'r. Mijoz kelishida biz mijoz yo'l xaritasi degan anaqa bor-ku, CJM degan etap bor. O'sha etapda biz qayerda oqsayotganimizdan endi hozir aniq nazorat tushamiz. Endi hozir baribir 100% nazorat bo'lmagan taqdirda ham oldin 50% nazorat qilgan bo'lsak, hozir 80-90% atrofida tushamiz, xudo xolasa. Balki 70% bo'lishi ham mumkin. Nu asosiysi qayerga urg'u berishimiz kerak, qayerda bizning mijozimiz oqsab qolayotganini yana ham yaxshiroq ko'zimiz ochildi. Demak, o'sha nuqtani aniq raqamlarda ko'rish boshlayapsiz o'zi. Shunaqa o'sish nuqtalarini aniq qayerdaligini xarajat qilmasdan biz o'sha savdomizdan ochirish etaplarini topilyapti. 70 mi, 30 mi buni farqi yo'q. Nimaga desangiz, umuman qilmagandan ko'ra 30% yaxshiroq. Umuman qilmagandan ko'ra 70% yaxshiroq qilgan, menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak Farruxga. Shunaqa. Eng asosiysi shu xulosa yana aytib o'tib ketaman. To'g'ri nazorat qilishdi ekan. Nazorat qilyapmiz deb, noto'g'ri nazorat qilayotganimizda ham katta minusga olib kelar ekan. Yana bitta aytib o'tadigan narsa, eng asosiy masala o'zi aslida biznesda nimaga audit qilish kerak desa, men o'zimda shunaqa xulosa. O'zi qanaqadir etapda biz o'zimizcha Lego qurgan bo'lamiz. U Lego nimadir bo'lib qiyshuq-qing'ir yasalgan bo'ladi. Biz o'shani zo'r ishlayotgan Lego tasavvur qilamiz-da. Uni olib kelib mutaxassis Legoni chochib yuborib boshqatdan yig'ib bersa, aslida mana bo'lishi kerak ekan Lego. Mana endi bemalol buni ishlata olayotganmiz, o'ynay olayotganmiz degan xulosa bo'ladi. O'shanga men aniq maslahat beraman. O'zi aslida hamma qanaqadir etapga borganda, misol uchun maktab etapiga rejalashtiradi, lekin maktabga chiqa olmayotgan bo'ladi yoki ikkita filial, 3 ta qilsa boshqaruv bo'ladi deydi, o'ta tizimda muammo bo'layotgan bo'ladi. Undan ko'ra o'zim qilaman degandan ko'ra mutaxassis olib kelib, birlashtirib, mutaxassis bilan birga qilgan yaxshiroq. Zo'r. Demak, jarayon agar maktab qilmoqchi bo'lsa va maktab optimizatsiya evaziga qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, siz audit taklif qilasiz qo'yganlar. Shunaqa, chunki o'zi bizneslarni jarayonlari ko'payib ketgandan keyin, mas'ablashgandan keyin ko'p biznes o'zi minusga qarab ketgan biznesda ham bor. Nimani hisobiga? To'g'ri reja qilinmagan hisobiga. Undan ko'ra mutaxassislarni olib kelib, optimizatsiya qilib, tizimdagi muammolarni aniqlab, o'shandan keyin maktabga yursa to'g'ri deb hisoblayman. Aynan shu analizdan keyin biz qaysi savollarni javob topdik. Birinchisi, biznes proseslarda nima xatolik yo'l qo'yamiz. Eng muhimi shu, chunki biznes proses bu xuddi xaritaga o'xshaydi. Agar tasavvur qiling, xaritada siz ketayotgan yo'lingizni aniq ko'rib turmasangiz yoki Yandex Map oladigan bo'lsangiz, siz Yandexga o'tirsangiz, qayerda yashil, qayerda sariq, qayerda qizil, ya'ni yo'l ochuvni, probkalarni ko'rsatib turadi va shunga qarab turib marshrut qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa o'zi biznes proseslarni
shakllantirib oldik. Qayerda biz tiqilib qolamiz, nima xatolar bo'lyapti, o'sha xatolar bizga qanaqa yakun natija beryapti. Ya'ni hamma xato to'g'rilaydigan bo'lsa, bu ko'p vaqt oladi. Bizning vazifa 2x o'shishdi. Shuning uchun biz xatolarni kategoriyalab oldikda, demak, buni to'g'rilasak biz 1x o'samiz, buni 2x, buni 3x, buni to'g'rilasak 4x gacha o'shimiz mumkin degan xatolarni alohida kategoriya qilib oldik. Va shundan keyin topilgan xatolarni qanaqa qilib optimizatsiya qilishimiz mumkin. Shular bo'yicha ish boshladik va eng muhimi qayerda ko'p pul yo'qotyapmiz. Ya'ni mana ko'pchilik varonkada, mana Farruh ham gaplashganimizni ham eshitgan bo'lsangiz kerak, lead sifatli sotuvni o'lchaydi. Endi sotuv bo'lmasa marketing konversiya past deydi, sotuv bo'limi sanaliding sifatsiz deydi. Biz lekin varonkani to'liq cho'chadigan bo'lsak, qayerdadir marketing mas'uliyati bor, qayerdadir call centerniki, qayerdadir boygi do'kondagi sotuvchiniki, qayerdadir qayta aloqaniki, qayerdadir snapjananiki, qayerdadir trading xizmatini mas'uliyatlari kelib chiqadi. Shundan keyin biz demak tradingga bu yerda mas'uliyatida biz 10% yo'qotyapmiz, call centerda 15%, marketingda 5%, kelganida do'kondagi sotuvchimizda 20% yo'qotayotgan ekanmiz. Demak, o'shishni bu yerdan boshlaymiz deb tizib olishimiz kerak edi. Mana shu bizga qayerda ko'p pul yo'qotayotganimizni aniq ko'rsatib beradigan aniq instrument. Endi qaysi o'zgarish evaziga 2x o'samiz, buni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Va yana bitta muhim narsa, agar sizda ham xodim potensialini o'lchashda muammo bo'layotgan bo'lsa, men sizga eng oddiy instrument o'rgatib qo'yaman. Buni hozirdan qilsangiz bo'ladi. Birinchisi xodim ish vaqtini o'lchang, nechida kelyapti, nechida ketyapti. Keyingisi call duration degan narsa bor. Liniyada sifatli gaplashgan vaqti, nechta qo'ng'iroq qildi, sredniy bitim mijozda qancha gaplashyapti va bir kun davomida qancha gaplashyapti va bundan tashqari nechta lida bor edi va kun davomida nechtasiga telefon qilsa bo'lardi. Misol uchun menda 50 ta. Bitta sotuvchim 200 lida bo'lsa ham bir kunda 50 ta оборот qila oladi. Endi men uni samaradorlikni o'lchamoqchi bo'lsam, nechida ekan deb ko'raman. 9 da ekan, xo'p yaxshi. Birinchi maniga 9:1 da qilgan. Call duration 3 soat, bu zo'r. 50 lida оборот qilgan. Bo'ldi. Bu bugun potensiali 90% ishladi. Endi mana shu yerda оборот qilgan lida 30-20 ta bo'ladigan bo'lsa, demak, uni potensialida boyiga 50 ga proporsiya qilgan holatda 60-70 degan tashxis qo'ysam bo'ladi. Siz mana shuni hozirdan ishlatib, call centeringiz samaradorligini baholashingız bo'ladi. Endi natijalarga o'tamiz. Auditdagi qanaqa natijalar bo'ldi? Birinchisi, sotuv va marketing bo'limidagi muammolar ro'yxatini aniqlab oldik va bu yerda aniq 3 ta instrument masga beramiz. Birinchi instrumentimiz bu oxirgi 3 oylik raqamlarni ko'rganimizda bizni potensial ko'rib oldik 30-40% atrofida sotuv bo'lib ishlayapti. Mayli 50% deylik, 50% ishlayapti. Bu degan agar men rejani 90% bajargan bo'lsam, bu taxminan 100 ta sotuv bo'lsa, demak men yana 182 sotuv qilsam bo'ladi. Sababi kam potensialni ishlayapman. Bu nima degani? Agar sizda 12 ta sotuvchi bo'ladigan bo'lsa, 6 sotuvchi zo'r ishlash uchun qolgan 6 sotuvchi просто o'tiribdi. Tushundingizmi? Mana shunda siz 50% potensial bilan ishlayotganingizni aniqlasangiz bo'ladi. Endi shundan keyin biz nimaga sotuvchilar potensial bilan ishlamayapti degan savolga bitta dona javob topdik. Bu noto'g'ri qo'yilgan sotuv rejasi. Mana ko'pchilik buni noto'g'ri qilganligi uchun natija bo'lmaydi. Sabab bizda hali bu madaniyat shakllanmagan. Va biz undan keyin to'g'ri sotuv rejasi qo'yish metodikasini ishlab chiqdik va buni iLevel taqdim qildik. Endi u yerda varonkalar, tashkilot tuzilma, KPIlar, varonka bo'yicha konversiyalar, mijozni sikllari hammasini agar o'lchaydigan bo'lsak, tasavvur qiling, men bugun zo'r ishladim desam, lekin raqamga qarab turib, sikl uzoq, call duration past, varonka mijoz o'tmagan yaxshi, qayerdadir mijozlar qimmat bo'lib ketgan. Endi sotuvchim ishlayaptimi yo'qmi, aniq raqamda ko'ra olaman. Ungacha reja 70-80% ketyapti, hammasi yaxshi deymiz. Oxirida bajara olmadik, nimaga aytsa, oy oxiri, oy boshi, oylik tushmay qol, oylik ko'payib ketdi. Shunaqa muammolar bilan o'zimizni o'tib yurishimiz mumkin. Birinchi qilgan ishimiz shu bo'ldi. Ikkinchisi, mijoz varonka bo'yicha tahlil qilganimizda aynan qaysi etapda mijozda yo'qolib ketyapti. Eng ko'p qayerda yo'qolyapti, nima uchun yo'qolyapti va kim nima harakat evaziga yo'qotyapti. Shuni aniqlab oldik. Endi tasavvur qiling, men 10 sotuvchim bor. Kimdir atkazma ishlamayapti, kimdir birinchi sotuvni qila olmayapti, kimdir mijozga tashrif bildira olmayapti, kimdir mijozga offer bera olmayapti. Bu to'g'ri muammo. Aynan qaysi muammo meni o'zimga yordam beradi, shuni aniqlab olib, qayerda ko'p yo'qotayotganimizni topib, aynan shular bo'yicha tavsiyalar yozib chiqdik. Mana uchinchisi eng muhimi, yuqorida aytganimdek, biz xodimlar bilan chuqur intervyu o'tkazdik. Bu birga bir formatda bo'ladi, birga bir ochiq hamma narsa bo'yicha gaplashamiz. Xodim aytadiki, men zo'r ishlayapman, hamma cho'tki deydi. Men aytaman keyin, zo'r bo'lsa, kecha 50 lidim bor ekan, 10 ta telefon qiling. Men qo'ldirishni yorib boraman, nima 1,5 soat. Qara palonchi nima 3 soat deb xodimni aniq argument bo'yicha gaplashamiz. Endi shu zo'r tarafi nima? Xodim boshida zo'r deydigan bo'lsa, raqamli gapirilgandan keyin xodim sekin o'zini bosib oladi. Demak, ochiq gaplashar ekanmiz deb hammasini ochib beradi. Bu orqali siz menejmentdagi, tashkilot tuzilmadagi
xodimga xalaqit berayotgan narsalar, tizimdagi muammolar, hamma narsani bilib oladi. Biz aniqlagan narsalarimiz shu bo'ldi. Demak, xodimlar motivatsiyasi past degan savolga ham aniq raqamlarda va aniq xulosalarda biz javob topdik. Undan keyingisi mana biz shu 3 ta instrument orqali iLevel'ga xulosalarni yozib berdik va raqobatchilardan ajralib turadigan UTPni berdik. Endi sizlar marketing kompaniyada falon UTPni aytinglar, sabab buni hech kim aytmayapti va bu UTP sizlarga mos, sababi biz KZF ham tahlil qilib chiqdik. KZFdan juda zo'r narsalar chiqdi va biz o'zimiz fan nazorati bo'lmay telefon qilib ko'rdik mijozlarga. O'shanda bizdan UTPni mijoz o'zidan so'radik. Nima biz xarid qilgansan desa, u falon narsa uchun dedi. Shundan keyin biz marketingga endi shuni UTP qilib ishlatasan degan narsa qilib berdik. Undan keyingisi ayni auditdan kelib chiqqan holatda xodimlarga to'g'ri sotuv rejasi qo'yish orqali endi shundan kelib chiqqan holatda to'g'ri KPI qo'yishlar bo'yicha maslahatlar berdik va eng muhimi 4-inchisi aynan auditdan keyin biza minimum 2x o'sishi mumkin bo'lgan roadmap qilib berdik. Birinchi o'rinda sotuv rejasi to'g'rilaysiz, bunaqa sotuv rejasi qo'yasiz, mana sizga shablon, mana kunlik tahlil uchun dashbord, mana xodimlar KPI bo'yicha 50 ga yaqin KPI ro'yxatini berdik. Shunga mosini o'zingiz tanlaysiz. O'zingiz bunga palon-palonni qo'yardim, lekin bu aniq emas, sababi 2-3 oy vaqt ketadi test qilishga. Undan keyin xodim ishga olish bo'yicha o'quv dasturi yaratish bo'yicha aniq ketma-ketlik tadqiqot asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturini berdik. Birinchi bu darsni ko'radi, ikkinchi bu darsni, uchinchi bu dars, to'rtinchi bu darsni. Xodim kelayotganda bu savolni berasiz, mana bunaqa testni olasiz, suhbatda buni berasiz, sinov muddatida bunaqa deb ishga olasiz. Sababi bu yerda LTV ham pasaydi, xodim tez almashayotdi va hamma jarayonlar bo'yicha ketma-ketlik ro'yxatni qilib berdik. Endi buni orqasidan keyin Farruh aka aytdilarki, bizga birinchi tadqiqotdan keyin men 2x o'sish haqida so'radim. Lekin hozir ko'ryapman, bu yerda 5-6x o'tsa ham bo'lar ekan. So'rovni kichkina qo'yib qo'ygan ekanman. Demak, o'sha nuqta ham shunaqa katta ekan-ne degan xulosaga keldilar. Farruh aka umuman 2 oy audit qilindi, xulosalar berdik, xulosani ko'rdingiz. Menimcha 4 soat 5 soat yaqin taqdimot qilib berdi u xulosa bo'yicha. 6 soat ham bo'ldi. 6 soat yaqin bo'ldi. Umumiy hammasi bitta qiladigan bo'lsa, auditda bitta xulosa bilan noto'g'ri qilingan reja evaziga biz o'solmayapmiz degan xulosaga kelsak bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri xuddi shunaqa desa ham bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri qo'yilgan reja nimadan kelib chiqadi? Jamoani, kuchimizni noto'g'ri baholayotgan bo'lamiz-da. Ya'ni o'sha jamoani potensialdan kelib chiqib, biz to'g'ri reja qo'ymagan ekanmiz. Misol uchun, odam trenirovkaga chiqqanda 50 kilo tosh ko'tarishingizni bilasizda, lekin 20 kilo ko'tarayotgan odam bo'ladi. Shunga o'xshagan misol. Aslida chiransiz, harakat qilsangiz, misol uchun bemalol 100 kilo ham ko'tara olasiz. Lekin qo'rqoqlik bo'ladi, komfort zona bo'ladi. O'zi 20 kilo ko'taraman, men nima qilaman, 100 kilo ko'taradi degan narsa bo'ladi. Shuni hisobiga katta narsa o'sha reja noto'g'ri qo'yilgan. U nimadan desa, ya'ni o'sha komfort zonaga tushib qolgan ekanmiz. Va yana ma'lum sabablari bor. Endi nazoratsizlik, endi ulab ketsa ketaveradi. Zo'r. Endi men ko'rgan xulosa sizga yaqin. Men nimani ko'rdim? Nimaga reja degan xulosa ekanman o'zi. Odatda agar mana reja to'g'ri qo'yilsa, reja nima desa, juda katta narsa. Uning uchun to'g'ri varamga qo'yilishi kerak, to'g'ri tashkil tuzilma qilinishi kerak. Mas'uliyat zonalari to'g'ri belgilanib olish kerak. Area of responsibility deymiz biz uni. Undan keyin shular bo'yicha to'g'ri standartlar qilinishi kerak. Va o'sha asosda KPI joriy qilinishi kerak-da. Endi reja noto'g'ri bo'lsa nima bo'ladi? Biz faqat lead, sifatli lead va sotuvni o'lchaymiz. Aybdor kim desa, sotuv lead kelmayapti deydi marketingga. Marketing sanlar konversiyani pasaydi-da. Orada mashmum chiqib qoladi. Endi boyga varogan chochib oladigan bo'lsa, marketing lead o'tgandan keyin nechtasi tashrif belgilandi, nechtasi keldi deb o'sha hamma ishtirok etadi. Va bu o'z-o'zidan agar reja to'g'ri bo'lsa, biz nima nazorat qilish kerakligini bilamiz. Nima nazorat qilsak, muammo chiqsa, demak bu komfort zona degan xulosani bera olamiz. Agar u komfort zonada bo'lsa, demak potensial bo'lishlayotgan xulosalar shundan kelib chiqadi deb o'ylayman men. Shunaqa. Ya'ni kulli nazorat o'zi eng to'g'ri narsa, kulli nazorat va doimiy to'g'ri nazoratda bo'lish kerak ekan shu. Ya'ni o'sha kulli nazoratga o'tishi muhimligini tushundik va o'sha kulli nazoratga o'tish kerakligini, bu ham kulli nazoratga o'tish o'zi aslida nima ekan? Kulli nazoratga o'tish to'g'ri qo'yilgan rejani har kunlik nazorat ushlaydigan bo'lsak, o'sha rejaga qanchalik ketamiz, ketmaymiz shuni bilib turishimiz uchun aniq o'lcha oladigan o'lchov kesim bo'lar ekan. Ya'ni biz reja chiqolmaganmiz, bir oydan keyin bilganmizda, kunda bilib turamiz. Chiqa olamizmi, chiqa olmaymizmi? Ha, shunaqa. Ya'ni bir oydan keyin bizda oldin shunaqa holat bo'lardi. Biz bir oydan keyin rejada qanaqa ketamiz desa, haftalik anaqalar bo'lardi. Haftalik yig'ilishlarimizni 80%, 70% bo'lib ketardi taxminan. Bo'ldi 100% chiqishda nima qilishimiz kerak degan narsalar bo'lardi, lekin oy oxiriga borganda o'sha 70-80 da chiqaverardik. Nimadan kelib chiqadi u? Kunlik kesimda to'g'ri nazoratda ushlanish kerak bo'lgan etablari to'g'ri nazoratda ushlanmaganidan kelib chiqyapti. Zo'r, tushunarli. Farruh aka, yakuniy savol. Men to'g'risi auditdan oldingi bergan kutuvlaringizda juda katta mas'uliyat his qilganman o'zim. Qanaqa biz filial ko'paytirmasdan, asad bilan ishlamasdan, xodim sonini ko'paytirmasdan o'tsak bo'ladi degan savollar rost o'zimiz qiynagan.
kirgandan keyin javoblar topdi alhamdulillah menga. Siz o'zingiz tadbirkor sifatida, audit olgan inson sifatida mana bizning auditda qanchalik qoniqdingiz va buni boshqalarga qanchalik tavsiya berasiz bizga ishlash? Auditga berilgan zaproslarga javob oldik. Ya'ni bizga qanaqa javob oldik? O'sha roadmap sifatida Adan B nuqtaga qanaqa borishimizni roadmap taqdim qilindi va o'sha hozirgi gaplashgan hamma ichkaridagi protsesslarni o'sha yerda qisqa va lo'nda qilib keltirib berilgani o'sha zaprosimizga javob deb bilamiz xudo xohlasa. Buni mana bu instrument bilan qilsa bo'ladi va mana bu qadamlar bilan qilsa bo'ladi degan narsalar o'sha roadmapda qisqa berilgan. Endi tavsiya anaqasida keladigan bo'lsak, tavsiya конечно aytolmanki, boya yana bitta Legoni o'zingizlar qurgan bo'lsanglar, boshqadan bitta chochib yana yig'ib ko'ringlar, yig'dirib ko'rishinglar kerak baribir. O'shana Legoni ichida qaysidir Lego noto'g'ri joylashib qo'yganini shunday ko'rib va men bekor ishlayotgan ekan, olib tashlash kerak ekan degan xulosaga chiqadi va tochka rostlar o'shanda ko'rinadi. Baribir hamma sohani o'zini mutaxassisi bo'lgani yaxshi. Shunga misol uchun sizlarning sohangizda sizlarga auditor bo'lsanglar, sizlarga o'sha imенно call center o'zi qurganlar bo'ladi. Misol uchun yoki kimdirga qurdirgan bo'ladi. Bab auditni qanaqadir etap kelganda qildirish tavsiya qilaman. Zo'r. Farruh aka, rahmat hamkorlik uchun kattakon. To'g'ri, juda xursand bo'ldik. Sizlar hamkorlik qilganingiz uchun. Manfaatli bo'lsa, barvaqt bo'lsa. Rahmat. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus hadyamiz bor. Agar siz videoni ko'rib manfaat olgan bo'lsangiz va sizda biznesni tizimlashtirish, rivojlantirishga oid ko'plab savollar paydo bo'layotgan bo'lsa, uchta tadbirkor uchun maxsus yopiq Zoom hadya qilmoqchimiz. Sharti juda ham oddiy. O'zingizni biznesingizdagi muammoni savol ko'rinishida yozing. Eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan va eng dolzarb topilgan savol egasi bilan yopiq Zoom o'tkazamiz. Odatda bizda bunaqa konsultatsiyalar $400 tashkil qiladi. Lekin sizga bepulga hadya qilmoqchimiz. G'oliblarni video chiqqandan keyin 20 kun ichida yozilgan izohlar ichidan aniqlab olamiz. Hammaga omad. Ana endi biznes egalari, top menejerlar roplo uchun eng muhim qismiga yetib keldi. 2026-yil boshlanganiga endi 1 oydan oshdi. Men o'ylayman, hali ko'p bizneslar o'zini yillik rejasini hali qo'ymagan yoki hali tasdiqlamagan. Juda ko'p tadbirkorlar bilan ko'rishganimda, konsultatsiyaga borganimda yoki treningga qatnashganimda ko'plab savollar duch kelaman va buni asosiy negizida nimaga biz sotuv rejasini bajara olmayapmiz degan savol bo'ladi. Va men ko'rgan kuzatganlarimni xulosasi bu noto'g'ri qo'yilayotgan sotuv rejalari. Aksariyat holatlarda shu loyihani tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, o'zi potensiali, misol uchun $10,000 bo'ladi, ular 20 yoki $100,000 qo'yib qo'yishadi. Oxirida sotuvchi potensiali yaxshi emas, raqamlar ishlamayapti, sota olmayapti, mana 100,000 qo'ydim, bajara olmadi, almashtirsammikin degan xulosaga kelib qolishadi. Yokida hozirgi A-level kesiga o'xshagan holatda biz zo'r qilamiz, sotuv rejasi 90-95% bajara olamiz, aksar bizneslar rekord qo'ydik deyshadi, lekin tahlil qilsak ularning potensiali eng kam 2x bo'lmasa 3-4x dan katta bo'ladi. Buni asosiy negizi nima desa, hali bizda buni madaniyat rivojlanmaganligi, sotuv rejasini faqat bizda lead, sifatli lead va sotuv bilan o'lchayotganimiz. Bundan tashqari tadbirkor, top menejer va roplarning asosiy o'rinlaridan bittasi kuchli menejerlarni ishga olib, ularni ishlata olmaslik va to'g'ri sotuv bo'limi qura olmaslik. Aynan shu muammolarga yechim berish maqsadida o'zimizning missiya, maqsadlarimizdan kelib chiqqan holatda tadbirkor, top menejerlar roplar uchun maxsus yopiq mentorlik tayyorlaganmiz. Va hozir 28-martda bo'ladigan 2-mavsum biznes navigator mentorligi uchun predzapis, ya'ni oldindan qabulni ochyapmiz. Bu mentorlik dasturimda hozirgacha 80 dan oshiq top menejer, tadbirkorlar va roplar o'qishgan. Va bitta muhim narsani aytaman, qarang, dastur 2 oy. Keyin juda ham biznesga chuqur kiramiz. Darslar qiyin bo'lishiga qaramasdan, bizning NPS ko'rsatkichimiz hamma darslarimizda 90+ tashkil qiladi. Biz uni har bitta darsni alohida o'lchaymiz va hammasini alohida o'lchagan holatda sizlarga umumiy o'rta arifmetikni chiqazib aytayman. Bizning dastur eng katta ustunligidan bittasi biz berayotgan bilimda bir nechta bizneslarga joriy qilingan va ularni natijagacha olib borgan. Ya'ni bizning dasturda instrumentlar ta'lim yo'nalishida, retailda, qurilishda, xizmat ko'rsatish, logistika, travel agentligi, B2B yo'nalishida, klinik yo'nalishlarda ishlatilgan va bu bizneslarni tizimlashtirishga katta yordam bergan. Sababi siz bizlar mentorlikda faqat sotuv bo'limi emas, sotuv bo'limi atrofidagi biznes proseslarni yozish, marketing tadqiqotlar qilish, loyihani to'liq xuddi A-level qilganimizdagi chuqur audit qilish, shundan kelib chiqqan holatda sotuv rejalarini tuzish, to'g'ri xodim ishga olish, ularning KPI dasturini belgilash, ularga SOP'lar yozish, biznes raqamlashtirish, sifat nazorat joriy qilish va o'rgangan hamma narsangizni to'g'ri change management qoidalariga asoslangan holatda tatbiq qilish o'rgatamiz. Sababi biz ayni 6 yil davomida buni o'zimiz biznesda qo'llab, bundan tashqari Cambridge, Johannesburg, Lukin, Nijot ta'lim va bir nechta o'zini sohasida lider bo'lgan kompaniyalarda qo'llab yaxshi natijalar qilib ko'ryapmiz. Men o'ylayman, sizda ham bu aniq xudo xolasa ishlaydi. Nima uchun hozirdan martda boshlanadigan dasturga oldindan yozilishingiz kerak? Men sizga bitta katta qiymat aytib beraman. Hozirda bizani ijtimoiy tarmoqlarda 14 mingdan oshiq odam kuzatyapti. Lekin siz birinchilardan bo'lib ular orasida bizani kursga yozilish imkoniyatingiz bor va bu orqali maxsus takliflar sizga amal qiladi.
hozir kursga yoziladigan bo'lsangiz, oldindan katta chegirmada kursga yozilishingiz mumkin va bu qaror oldinroq qilgani uchun sizga pulni tejab qolish yordam beradi. Endi bitta muhim narsa aytib o'tmoqchiman. Biz kurs sotmaymiz. Sizda pul xohish bo'lsa ham, dasturda qatnashishingizdan oldin siz bilan menejerlar bog'lanishadi va maxsus filtrni o'tkazishadi. O'zi dars qanchalik sizga to'g'ri keladi. Siz undan qanaqa qiymat ola olasiz? Uni biznesda qo'lla olasizmi, yo'qmi? Shuni aniqlab olganimizdan keyingina siz dasturga yozishingiz mumkin bo'ladi. Sababi bizning dastur o'chishimizda aniq maqsadimiz bor. Biz faqat odamni o'qitib pul topish emas maqsadimiz. Birinchi maqsadimiz bu tadbirkor, top menejer va ruplarni yillarini va yo'llarini qisqartirish. Biz berayotgan bilim orqali ular biznesiga borsin, uni qo'llasin va natijaga chiqsin. Tabiiyki bu hamma uchun to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun maxsus filtr orqali dasturga qabul qilamiz. Sizga yetgan maxsus taklifni va dastur haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, maslahat beraman. Video tagida link bor. Link orqali ro'yxatdan o'ting. Siz bilan menejerlar bog'lanib, hamma savolingizga javob berishadi va dastur haqida to'liq ma'lumot berishadi. Dastur ko'rib chiqing, nima afzalliklar bor, hozir holatingiz qanaqa qila olasiz va biz qaysi sohalarda, qaysi instrumentlar orqali ularni sotuvlarni oshirganmiz, shular haqida bilib olsangiz bo'ladi. Undan keyin xotirjam qaror qabul qilib, xudo xolasa, agar dastur to'g'ri keladigan bo'lsa, dasturga yozishingiz mumkin bo'ladi. Bitta muhim narsani aytib o'tay, o'tgan dasturimizda bizda VIP tarifimiz to'lib qoldi va premiumga xohlovchi insonlarni bir nechasi qabul qila olmadik. Sababi joylarimiz soni cheklangan va dasturimiz uchun eng birinchidan ro'yxatga o'tmoqchi bo'lsangiz, aytgandek, link orqali ro'yxatdan o'ting. Va bitta muhim narsa aytmoqchiman, yaqinda biz o'zimiz ishlayotgan Cambridge va shunga o'xshagan boshqa loyihalarimizni case study-lari va bizning dasturda o'qib natijaga chiqqan shogirdlarimiz case study-lar ulashib boramiz. Buni YouTube sahifamizga joylaymiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa, men o'ylayman, bu video orqali sizga manfaat bera oldim. Agar video yoqqan bo'lsa ham, like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha.